Hürmetli vatandaş, endiki leksiyimizni başlaymiz bugün Çislağa. İşkemen 2058 ayının 24. günü. Haftaga Düşenbe. Endiki mavzumunda vatandaşım. Tahlil. Amerika armiyası kadem kıstab gelmekte. Cenab-ı Deniz'de Qorşavga elindi. Çünkü Kompartiya armiyası her bir manevra yetkizip xatarlik, lekin Qorşavdan halkıstan qutulup çıktık dedi mavzulu haber. 24. günü Cumhuriyet nazar torbiyeti ilan kılındı haber. Bundak başladı. Amerika Qo'shma Shtatlarning Sayya ministri Azar Tayvanni ziyorat qilib prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishgandan keyin shu kuni Kompartiyaning harbiy aeroplanlari Tayvan bo'g'ozining o'rta liniyasidan uchib o'tdi. Bu ishdan keyin 2 hafta yetmagan vaqt ichida Amerika armiyasining dag'dug'liq harbiy harakati boshlandi. Köplagan harbiy aeroplanlar, harbiy parxodlar Janubiy dengiz ve etrafına yetip gelip zor ko'lamda harbiy manevra o'tkazdi. Tayvan matbuotlari mundaq tahlil qildi. Amerika armiyasi qadam qistab kelib Kompartiyaning Janubiy dengizdagi harbiy faoliyat makonini taraytib o'tdi. Jungo matbuotlari tasvirlab mundaq dedi. Ozodlik armiyaning harbiy manevra qilishi xatarlik. Lekin halkıdan qutulib chiqadigan manber deyishdi. Tayvan Dongsun axborot obzor programmasida halqalik paytda 8 ayning 22 kuni mundaq tahlil qildi. Sayya ministrining Tayvanni ziyorat qilishi Amerika qo'yib bergan yamchak. Kompartiyani ilmakka ilish uchun edi. Natijada Jungo Kompartiyasi qiltaqqa tushdi. Jungo Kompartiyasi o'ylab yetolmaydigan harbiy zarba berishga duch keldi. Amerikaning Sayya ministri Azar prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Ikki taraf rasmiy uchrashishdan burungi 1 soat ilgari Kompartiya kurashchi 11 belgilik harbiy aeroplan chiqarib, o'rta Tayvan bo'g'ozining o'rta liniyasidan uchib o'tib, zaruriy zarba berish harakatini simovolloq ko'rsatdi. Obzorchilikning xos siyosiy iqlim masalasi programmasi tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Kompartiya harbiy aeroplanlarini chiqargandan keyin Amerikaning har qanday harbiy harakati tamom yo'lliq bo'ladi. Çünkü Kompartiya shundan keyin Kompartiya o'ylab yetolmagan bir ahvolda Amerikaning harbiy zarbasiga duch keldi. Arkadaşlar Amerika bir qator harbiy ishlarni o'rinlashtirish olib bordi. Lekin xavmundaq tahlil qildi. 8 ayning 13 kuni Reagan bilik avtomatika Tayvanning sharqidan Layyuga yetib keldi va kechalab mashq qilib bordi. 8 ayning 14 kuni Reagan bilik avtomatika Janubiy dengizga yetib keldi. Erishilgan xabarlarga asoslanganda Kompartiya Reagan belgilik avtomatikadan mudofaa ko'rish uchun bir necha 100 dona qatim aeroplan chiqarib Reagan belgilik avtomatikani to'sib olmoqchi bo'ldi. Filmda Amerika to'sib olmoqchi bo'ldi. Amerika armiyasi aloqador film ko'rini aloqador voqeaga aloqador ishlangan film ko'rinishlarini Amerikaning simliq televiziyasi e'lon qildi. Filmde Amerika armiyasının razvet aeroplanının Janubiy dengizde ma'lum orol ustida razvet qilayotganda Jungo tarafdan ingliz tilida "Sen derhal qaytib ket" degan ovoz keldi. Amerika harbiy aeroplani mundaq javob qaytardi. Biz Amerika armiyasining harbiy aeroplani xalqaro havo boshlig'ida qonunli harakat qilyapmiz. Bularning hammasi shuni tushuntirib berdiki, dedi Li Hao.
Amerika Cənubi dengizdə Cüngoğa çəkdən alqalan dərəcədə bəsəm işlətdi. Şundaq bolubla qalma 8-ci ayının 18-ci günü Amerika armiyası bilən Yaponiya hava qoğdunuş qısımları Şərqi dəniz zor köləmdə hərbi manevr ötkəzdi. Qoğdunuş qısımları bu xəbərini elan qıldı. Amerika, Yaponiya umumi F-15, F-35 biber belgelik bombardımançı aeroplan ve küreşçi aeroplan. 39 tane küreşçi aeroplan. Cemiye 39 tane küreşçi aeroplan Şərqi denizde Yaponiyanın Qərbi Cənubi hava boşluğunda hava uruşu her bir məşğəli vardı. Biz ötkəndə vətəndaşlar bu doğruda xəbər leksiya sözləb 9 tane aeroplan degen edik. Şu gündü xəbərdi şundaq idi. Bugün əmdi bunun aşkarı buluşca 39 tane hem bombardımançı aeroplan hem köreşçi aeroplan. Yaponiyanın Qərbi Cənubi hava boşluğunda hava uruşu her bir məşğəli var. Obzorçu Li Jinhao mundaq aşkarılıdır. Hərbi işlağı qızıq qıçıla munda xəbər anladı. Çarlaş elib beriyotqan Kompartiya hərbi aeroplan uçqıçısı mundaq degen. Aldımğı qarab uçalmayman. Aldımda Amerikanın hərbi aeroplanı var. Demək, Şərqi dənizdə bulub otqan yaş vətəndaş. Demək, bu işlər xil üstədici işlər.